xalqining o'rtasida oqibat ko'prigi edilar. Iymon ko'prigi edilar. Qancha Qirg'izistondagi ulug'lar, ahli ilmlar bilan shu domlamiz tufayli tanishganmiz, do'st qadrdon bo'lganmiz, hamnishin bo'lganmiz, ulfat bo'lganmiz. Birodarlar, domlamiz mana hozir aytganlaridek, endi domla vafot etdilar deb oqibatni uzmaylik. Mana shu joyda o'tirishibdi, mana katta Qirg'izistondagi ahli ilmlar, haqiqiy Allohni haq yo'lini mahkam ushlagan odamlar. Shularni o'zimizga peshvo qilib, shularni orqalaridan ergashib, Allohning dinini haqiqatlarida doimiy istiqomatda bo'lishligimizni Alloh nasib etsin. Zero o'tgan ustozning ruhoniyatlari ana shunda shod bo'ladi. Birodarlar, biz hanuz ham to qiyomatga davr mo'min musulmon birodarmiz, iymondosh biz. Hammalarimizni Parvardigor olam qiyomatga davr ana shunday birodarlikdan, do'stlikdan ayirmasin.